3 yil deganda Rossiyadan keldim. Oilamni rosa sog'indim. Dada! Ajab sirlar. Onasini emsin. Oilani emas, xotinni sog'ingan ekan dadam. Ayasi. Dadasi. Ovqatni hozir suzaman, a? Ye, ona qizim. Dada, vobshim isib ketdim. Bitta marojno bering. Marujna shu issiqda tilim osib chiqib kelamanmi? Dadasi, meni ham marojna yegim keldi. Bo'ldi-da ayasi, basharam ko'mirga o'xshab qolsa ham chiqib kelaman. Xotinim sarxadi. Ajab sirlar. Assalomu alaykum. Nima zakaz qilasiz? Qarang, menga osh, juft halolimga mastava berasiz. Qizingizgachi? Ya qizimga shart emas. Ikkalamizning qolgan ovqatni tozalab, yalab yeb qo'yadi, a qizim? Ajab sirlar. Ayasi, seni tug'ilgan kuningga Cherry kompaniyasidan 2 ta mashina oldim. Wow, dadasi, rahmat. Qimmat emasmi? Nima qimmat bo'ladi? Boshiga 15% dan boshlab to'lov qilsam, Tiggo 7 Pro hamda Arizo 6 Pro'larning o'zini pulini 60 oygacha bo'lib to'lasam bo'lar ekan. Dadasi, meni tug'ilgan kunim avgustda-yu. Ayasi, qaynamda tug'ilgan kunigacha bilaman-ku. Prosta iyulda oxirigacha olsang, ikkalasiga ham propanni tekinga o'rnatib berishar ekan. Ho'siz mergirlar, men sizlarni tushundim. Agar ortiqchalik qilayotgan bo'lsam, bobomnikka ketaman. Zo'r bo'lardi-da qizim. Endi to'g'ri o'ylayapsan. Bobongga salom ayt. Ajab sirlar. Dada, aya, bobomnikidan 5 oy deganda keldim. Balki sog'ingandirsizlar. Kelinglar. Buni yana kelyapti ayasi. Uyga kirib ukangni siygan kiyimlarni yuvchi. Suvdalarni ham yuvish kerak, dadasi. Yuvadi ayasi, senga siqilish mumkin emas. Tursunboyda bizga o'xshaganini qarab. Ha, onasini emsin. Problema yo'qotaman deb, duayno problemaga sharoit qilib beribman-ku.